280 million so'mga 2 xona qilsa bo'ladigan xonadon ko'rib o'tamiz. Asosiy kirish eshigi, prixoji zonasi, alohida yuvinish xonalari, remontlari yaxshi holatda. Ortiqcha xarajat qilib remont qilib o'tirmaysiz. Hamda hojatxona qismini ko'rib o'tamiz. Xonadonimiz bitta katta xonadan tashkil topgan, lekin mabodoga 2 ga bo'lsangiz bo'ladi, faqat sal kichikroq ikkita xona bo'lib qoladi. Bu kuxonniy zonasi deraza-romlar o'rnatib qo'yilgan, shamol bemalol o'tib qaytadigan proyekt asosida. Kuxonniy garnituralari, ayrim mebel texnikalari bor, qoldiriladi kelishuvga asosan va biz asosiy katta xonasini ko'rib o'tamiz va endi garodok hududidamiz. Bu esa bizning asosiy katta xonamiz. Mabodoga 2 ga bo'laman desalaringiz ham ikkita kichikroq xona bo'ladi. Kuxonyadan bitta kirish eshigi o'rnatib qo'yasizlar. Demak, zalimizning uzunligi 7 metr atrofida, 7 metrdan sal uzunroq bo'lishi ham mumkin. Eniga 3 metrda tashkil qiladi. Deraza-romlari o'rnatilgan, shaharda ko'rib tursalaringiz bo'ladi hamda skvoznoy variantda. Va endi garodok hududi xonadonimiz 280 million so'm yana savdosi bilan birgalikda sotuvga qo'yilmoqda. Hozir tashqaridan umumiy lokatsiyani ko'rsatib o'tamiz. Demak, umumiy lokatsiyamiz to'g'rida 5-maktab va endi garodok hududi Dasavt yonida joylashgan yo'l ustidagi 5 qavatlik xonadonimiz 280 million so'm, joyi kelsa savdosi bor. Demak, domimiz pastda o'zining magazinlar kompleksi joylashgan, lokatsiyasi yaxshi, yo'lga yaqin. Xohlagan joyingizga taksi bilan yetib olsangiz bo'ladi. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda to'liq ma'lumot uchun o'zimizda raqamlarimiz qoldiramiz. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ying, chunki Navoiy shahridagi arzon narxdagi ko'chmas mulk e'lonlarini faqatgina bizning kanaldan ko'rib borasiz.